Xitoy rahbari Si Szinpin so'nggi 3 yil ichida mamlakat harbiy elitasida misli ko'rilmagan tozalash kampaniyasini amalga oshirdi. Natijada Xitoy Kommunistik partiyasining eng oliy harbiy organi, Markaziy harbiy kengash deyarli to'liq yangilandi. The New York Times nashri hisob-kitoblariga ko'ra, 2023-yil boshidan buyon Xitoydagi 30 nafar yuqori martabali general va admirallardan faqat 7 nafari o'z lavozimini saqlab qolgan. Boshqalari esa yoki iste'foga chiqarilgan yoki g'oyib bo'lgan. Yanvar oyi oxirida Si Szinpinning Markaziy harbiy kengashdagi birinchi o'rinbosari Jang Yuxia, shuningdek Markaziy harbiy komissiya qo'shma shtabi boshlig'i general Liu Jianliga nisbatan tekshiruv olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Ular rasmiy ravishda intizom va qonunning jiddiy buzilishida gumonlanyapti. Bu iste'folar Xitoydagi deyarli barcha turdagi qo'shinlarga, jumladan raketa qo'shinlari va harbiy dengiz flotiga ham ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy nashrlarga ko'ra, yuqori martabali generallarning yoppasiga ishdan olinishi Si Szinpinning Xitoy armiyasi ustidan nazoratni to'liq o'z qo'lida to'plashga imkon berishi. Bu o'z navbatida Tayvanga ehtimoliy bosqinni tezlashtirish haqida yozmoqda. Versiyalardan biriga ko'ra, Si Szinpin va Jang Yuxia o'rtasida Xitoy armiyasining bosqinga tayyor bo'lishi muddati bo'yicha kelishmovchilik mavjud edi. Xitoy rahbari buning uchun 2027-yilgacha muhlat bergan. General esa ancha ko'proq 2035-yilgacha vaqt so'ragandi. Shu bilan birga Jang Yuxia mamlakat yadro dasturi haqidagi ma'lumotlarni AQShga sizdirgani uchun tergov qilinayotgani haqida ham ma'lumotlar bor.